64 million so'mga baraka bo'ldi mana. Ikkitasi xunajin, nari chekkada yesin ovoz, ikkalasi xunajin kattagina. 64 million so'm. Andijon Shahrixon Xoldonbekda. Mana. Bunisi ham xunajin, bunisi ham xunajin. Bitta mashinasi novoz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, YouTube'imiz kuzatuvchilar. Xudo xolasa bugun Andijon Shahrixon Xoldonbek Cho'lomol bozoriga kelganmiz. Bittadan laykni bosib turasizlar, xizmatimiz uchun. 25-avgust haftaning seshanba kuni. Sigla narxlar bilan tanishib ketamiz. Boshladik. Necha pul ekanmi bu aka? Puli necha pul ekan? 70 million. Bolasi xunaji. Nechinchi bolasi mana shu? Bolasi ikkinchisi. Ikkinchi bolasi. Nechta litr bor? Nechta litr bor ekan aka? 3 mc. 3 mcda nechta beryapti mana shu bol? 20 ta. 70 million so'm narx aytilyapti. Bolasi xunaji. 3 mcda 20 litr suv beryapti ekan. Telefon nomer aka? Telefon nomer bormi? Aytavering. 93'lü. 93'lü. 360. 360. 0005. 0005 ga aloqaga chiqaverasizlar, ishqibozlar bo'lsa. Andijon Shahrixon Xoldonbek Cho'lomol bozorida turibdi. Sementasi 20. Ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqib olaverasiz. Nariyoqqa ham o'tamiz xudo xolasa. Nechinchi qoringa ekan mana bu? Bolasi mana shu? Ha, mana bolasi mana. Nechinchi qoringa mana shu? Narxi-chi? Narxi 80 million. Bunisi-chi? Bunisi 75 million. Bu bo'g'ozmi yo buni ham bolasi yo'q, bormi? bolasi bor abi. Mana bolasi buni ham. Narxi necha pul endi? 80. 80 million, 75 million so'm, 80 million so'm. 80 million atrofidagi mollar ekan mana hammasi. Laykni bosib. O'qamiz. Andijon Shahrixon Xoldonbekda 45 million so'm narx aytilyapti. Ham qarang, 10 oylik. Toza qonli ekan o'zi. Mana 45 million so'm narx aytilyapti. 10 oylik. Hali tish buzmagan mana. Ham qarang. 45 million so'm. Enasi bo'lmadi. Endi go'shtga hisoblayapman. Buni bu yoqqa borsiz. Bu yoqqa borsiz zotga. 10 oylik dedingizmi? Ha, 10 oylik uni. 10 oylik mana. Ancha unchasi 10 oyda buncha olmaydi. Nechinchi qoringa ekan aka? 2. Necha pul narx aytilyapti? Necha pul narx aytilyapti? 85 million so'm. Necha pul so'raysiz? 60 million so'raysiz. Ona bolaga ikkinchi qoringa 85 million so'm narx aytibdi, 60 million so'm savdosi bo'libdi. Andijon Shahrixon Xoldonbekda. Bola necha oylik aka? 1,5 oylik. Shit, 1,5 oylik. 85 million so'm narx aytilyapti, 60 million so'm savdosi bo'lyapti. 77 million so'm savdosi bo'lyapti, savdosi. Mana 77 million so'm. Bola 7 oydan o'tgan. Onasi 6 oylik. 3 mc ekan onasi. Bolasi 7 oydan o'tgan. Onasi 6 oydan o'tgan. Bo'g'oz. 77 million so'm savdosi bo'lyapti. Savdosi bo'lyapti bag'da. 77 million so'm. Toza qoli mental ekan. Bola ham 7 oylik. $50 million so'm narx aytilyapti. 8 oylik bo'g'ozimizga 42 million so'm savdosi bo'libdi. Andijon Shahrixonda. Bo'g'oz 8 oylik.
42 million so'm savdosi bo'libdi. Simentallar keldi, simentallar. Son bo'lib sakala. 100 qaraver. Ana qarang, baraka bo'ldi. 5 oylik, 7 oylik. Narsa ham so'm. 6 oylik, 7 oylik anasi. Bunisi 5 oylik. Bo'g'oz. 141 million so'mga baraka bo'ldi mana. 141 million so'm. 5 oylik, 7 oylik, 6 oylik chekkadagisi. Andijon shahri Oldonbekda. O'z simentallarimiz baraka bo'ldi. Ishqali. Allah. Arpaga bo'ladi. 141 million so'm. Sotildimi? Lakni bosib qo'yamiz joyiga. Mana 70 million so'm savdosi bo'libdi mana. Bunisi yaqinda tug'ilgan. 15 kun atrofida 7 uy bo'g'oz, bunisi 8 oylik. Andijon shahri Oldonbekda. 9 oylik deb hisoblaymiz buni. 8 oylik. Kalasi 70 million so'm savdosi bo'libdi. Qora olamiz. Andijon shahri. Kalaga boraman, to'g'ridan aytaman. 8 oylik, 9 oylik. 29 millionga baraka bo'pti mana. 29 million so'm bolasi tunasi. $45 millionga baraka bo'pti mana. Sigirimiz. Bolasi buqa. Nechta suti bor? 20 litr sutga. 45 million so'm. Mana baraka bo'pti. Andijon shahri Oldonbekda. Ketdi mana. 27 million so'mga baraka bo'pti mana. Bolasi xunaji. Ona bola Andijon shahri Honda. Dedan lakni bosib qo'ying. Necha pul oldi buqa? 26 million so'mga baraka bo'pti mana. Andijon shahri Oldonbekda. Lakni bosib qo'yasizlar. Halidan keyin qo'yib qoldim. Giganta davrlamiz. Barakasini bilmadik deyishyapti. Taxmin yozib ketinglar. Buqa necha pul oldi buqa? Buqa necha pul oldi? 65 ming so'm. 65 ming so'm. Necha kilo keldi? 600 kilo kelibdi, 65 mingdan baraka bo'ldi mana. Ustasi 45 million so'mga baraka bo'ldi. Oldidan ketgan bo'lsa kerak. Ashad to'ladi. Buqa necha pul oldi? Buqamiz bilmam necha pul bo'lgan. Ona bolamiz kelyapti. Xudo xolasa olib beramiz sizga. 29 millionga baraka bo'ldi bolasi buqa. 29 millionga lekin arzon. Juda. Gigantimiz kelyapti. Necha pul oldi? 40 million. Necha oylik bo'g'oz? Qisir. 22 millionga xunajinimiz bo'pti. Barakasi. Pul oldi barakasi.